Assalomu alaykum. Mana bu qo'limizdagi ko'pchilik so'radi, bu gul. Buni nomi ko'p, million, globus deyiladi. Buni hozir qanaqa tartibda ko'paytirishi. Bu o'tgan yili bir dona bo'lgan. Mana shu bir dona sensasi bo'lgan. Mana shunda. Buni video davomida qo'yib o'tamiz. Ochilib katta bo'ladi. Buni qanoq nimalarga e'tibor berishni ko'rsatib o'tamiz. Qo'rqmani, ba'zi birlar bor, buni mana shunday qoldirib yuborishadi, to'p bo'yicha. Bu agar mana shu to'p holatda qaytib ketsa, bu haqiqatan yaxshi zo'r rivojlanadi. Katta bo'lib turib, sal qo'poroq gapiraman, xuddi qo'y tulaydi-ku, yungini ilinmagan. O'shani singari yarim yozda tulab ketadi. Echilmasdan. O'shaning uchun buni qo'rqmasdan mana turpag'im to'king, mana. Yaqinroq olib keling. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Mana. Hamma uyda pomidor ekkan. Mana bir donasi mana shu nasib qilsa, mana shunday bo'ladi kuzda. Biz doim mana shu gulxonamizda ekib yurganmiz. Buni mana bunday qilib yulib ajratib turpag'ini yaxshilab qaqib olsani. Ajratib sindirib olaverasizlar. Bir donasi adashmasam yaxshi qaralgan bo'lsa 100 tagacha berish mumkin. Mana har bitasi ro'shalab yotibdi. Bu kichkina. Biz dachamizga kelganlar biladi, kuzda xudo xolasa har bitasi katta holatiga keladi. Xo'p, endi ekilish jarayonini ham ko'rsatib birolar tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, mana ajratib oldik. Endi bularni ekamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ekishni boshladik. Xo'p. Nomiga yerdan chiqib qolsa bo'ldi. Yeri nima bo'lsa, suv bermaslar. Agar yeri nima bo'lmasa, suv kuyib ekini pomidor singari. Ketin har bir kishi imkoniyatdan kelib chiqib, qurigan go'ng solaveradi. Go'ng yaxshi tez rivojlantirib oladi. Va bularga ham fosforli, azotli o'g'itlardan berish kerak. Mana shu gulxonani pastdan bitta olib qo'ying. Faqat shu videoni anaqasiga e'tibor bering. Ko'pchilik aytadi, hozir ochilmaydi-ku. Men 1 yil, 2 yil oldingi rasmni qo'yib beraman. Shu bitta tushsin. Mana shu gilos bilan kravatni ko'p tushganda nariga rasmlarda. Like'larni bosaverasizlar.